Vaqt bunchalar shafqatsiz. Har qanday ertakni ham yakuni bo'lganidek, biz ko'rib ulg'aygan eng buyuk davr ham o'z yakuniga yaqinlashmoqda. Ronaldo va Messi. Bu shunchaki ikki futbolchining ismi emas, bu bizni yoshligimiz, hayajonimiz, uyqusiz tunlarimiz va beg'ubor bahslarimiz ramzi. Esingizdami, ularga havas qilib ko'chada to'p ketidan yugurgan o'sha bolakaylar ularni o'yinini ko'rish uchun televizor qarshisiga mixlanib, futbolni aynan mana shu ikki daho sabab sevib qolgan o'smirlar. Bugun allaqachon 30-40 yoshni qoralab qo'yishdi. Biz ulg'aydik. Ularni har bir urgan goli bilan birga bizni ham yillarimiz o'tib ketdi. Tez orada bu sehrli davr butunlay tugaydi. Yashil maydonni yangi nomlar egallaydi, lekin biz uchun futbol hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Chunki biz faqatgina ikki afsonani kechishini emas, biz o'sha yoshligimizni eng go'zal qismini kuzatib qo'ygan bo'lamiz.